Zebur 12. munajjat. Qutuldirg'in ey Parvardigor. Tugab ketdi taqvadarlar. Qolmidi sana sodiq insonlar. Yolg'on so'zlar odamlar bir-biriga. Og'zi siliq bo'lsa-mu, rostchilik yo'q qalbida. Deydi ular. Tilimiz bilan g'olib kelimiz. O'zimiznikidir og'zimiz. Kimmi bo'lalaydi g'ojimiz? Parvardigor itivetkay xushametchilarning ig'izlarini, kesivetkay hem po'chilarning tillarini. Men baray deydi Xudo. Zulm tartqach ezilganlar, noli qilg'ach miskinlar, yetkizay ularni tashna bo'lgan amonliqqa. Tonurda 7 qitim tavlangan sap kumush kabi chin so'zlardir Parvardigorning so'zlari. Ey Parvardigor, qo'g'dig'aysan miskinlarni. Mengu qo'g'dig'aysan bu davrdagilardan bizni. Ta'riflashib pas ishlarni insonlar g'odiyib yurishidu etrofimizda yamanlar.